Ba'zi bir erkaklardan savol bo'ladiki, ayolimni ko'rsam g'azablanaman, uraman, unga ko'nglim yo'q deb shunaqa holatda savollar tushadi. Bunda ulamolarimiz aytadilarki, kishi qachon o'z ahliyasidan, o'z mahramidan, jufti halolidan g'azablanadi deyilsa, erkak kishi ko'p haromlarga borsa, nomahramlarni ko'p ko'rsa, nomahramlar bilan birga bo'lsa, o'z ahliyadan, ya'ni ayolidan lazzat ketar ekan. Ya'ni lazzat ketgandan keyin u erkak fikriga, xayoliga turli gap so'zlar keladi. O'sha uchun erkak kishi albatta avvalo Allohdan qo'rqmoqligi kerak. Ko'chadagi nomahramlar bilan suhbatlashib, boshqacha ma'noda gapirib, nomahramlar bilan turli ishlarni qilib, bu illatlardan o'zini tiysa, albatta uydagisidan inshaalloh lazzatlanadi, uni uydagisi ko'zga chiroyli ko'rinadi. Alloh taolo Qur'onda aytadiki, yaxshi ayollar yaxshi erkaklar uchun, yaxshi erkaklar yaxshi ayollar uchun. Ya'ni yaxshi bo'lsangiz, albatta yaxshilar sizni Alloh sizga taqdir qilinadi. Siz yomon bo'ldingizmi, Alloh taolo sizga yarashasini Alloh taqdir qiladi. Shuning uchun o'zimizni, jism va jasadimizni tiymoqlikka harakat qilmoqligimiz kerak ekan.